Falastinliklar İsroil saqchilarining himoyasida Masjid Aqsoga kirgan Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikini Masjid Aqsodan haydab chiqardi. Falastin Vadi Hilva uchur markazining Facebook betida e'lon qilingan sin ko'rinishlar İsroil saqchilarining hamrohligida Masjid Aqsoga kirgan Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikining masjid jamoati tomonidan sirtqa chiqarib etilganligini ko'rsatib berdi. Ko'rinishda bir falastinlikning Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'mikini İsroil bilan munosabatlarni normallashtirish tarafdorligi bilan ayblaganligi, ularning nazarga ilinmaydiganligi, Masjid Aqsodan darhol chiqib ketishni talab qilgan ekan. Ta'tilashlardan keyin Arab Birlashma Xalifaligi vakillari o'miki Masjid Aqsodan chiqib ketishga majbur bo'lgan. O'tgan hafta Omandan kelgan vakillar o'miki İsroil saqchilarining qo'g'dishi ostida Masjid Aqsoni ziyorat qilgan. Yaqindan buyon Paris qo'ltiq davlatlaridan kelgan vakillar o'maklarining İsroil xavfsizlik kuchlarining himoyasi ostida Masjid Aqsoni ziyorat qilishga urinishlari diqqat tortmoqda. İsroil bilan Arab Birlashma Xalifaligi va Bahrayn o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirish kelishimi 15-sentabrda Amerika Asarayda o'tkazilgan rasmiy marosimda imzolangan.